Alloh taoloni tanish bu ko'p marta ta'kidlab aytganimizdek, Allohning dinini bilish bilan teng bo'lgan bir amal. Agar insoniyatni yaratilish tarixini yana bir bor eslaydigan bo'lsak, Odam alayhissalomning yaratilishidan oldin Alloh taolo borliqqa va o'sha paytda mavjud bo'lgan maxluqotga men bir xalifa yarataman degan irodasi, vasiyati bilan boshlandi. Va Odam alayhissalom yaratildi. Alloh taolo farishtalarga buyurdiki, men odamni yaratgandan so'ng, unga ruhimdan uflaganimdan so'ng, unga sajda holatda yiqilinglar dedi. Demak, bu joydagi Alloh taolodan uflangan ruh va unga keyin o'rgatilgan ismlar mana shu vijdon degan insondagi samimiyatni, ixlosni, muxlislikni keltirib chiqaradigan kuch, ruhoniy kuch, ruh, quvvat, energiya va shu energiya vositasida zuhur bo'ladigan, namoyon bo'ladigan, aks etadigan ilmlar, ya'ni narsalarning nomlari. Bu faqatgina narsalarning nomlari bilan cheklanib qolgan narsa emas. Ahli baytdan kelgan rivoyatlarga ko'ra, Odam alayhissalomga o'sha o'rgatilgan ismlardan ko'zlangan maqsad aslida narsalarning yoki farishtalarning reinkarnatsiyalari edi. Ya'ni avval kim bo'lganliklari, nima bo'lganliklari, hozir nima bo'lganliklari haqidagi ma'lumot edi. Bundan tashqari Odam alayhissalom farishtalar unga sajda qilganlardan keyin yer yuzining aslida va olamlarning xalifasiga aylandi. Nega? Chunki u avvalambor Alloh tarafidan vasiyat qilingan edi, ya'ni uning kelishi bashorat qilingan edi, bildirilgan edi. Bu men yer yuzida bir xalifa o'rnataman degan Allohning kalomi bilan sobit bo'ldi. Ikkinchisi, men unga ruhimdan uflaganimda unga sajda qilib yiqilinglar amri bo'ldi va bu nimani dalolat qiladi? Men odam turgan mavqeda yoki sizlar turgan mavqeda o'zimning ruhimdan bir ruh mujassam qilaman va o'sha ruh sizning darajangizda mening namoyondam, mening vakilim bo'ladi degan ma'noga to'g'ri kelardi. Shu sababli farishtalar barchasi Odam alayhissalomga sajda qildi, chunki Odam alayhissalomda Alloh taoloning ruhi bor edi. Chunki Odam alayhissalom Alloh taoloning suratida yaratilgan edi. Rahmonning suratida yaratilgan edi. Mana shu surat Odam alayhissalomga ufurilgan Allohning ruhi edi. Bu ruh Alloh taoloning ismlarining tajallilaridan iborat deymiz. Ya'ni Alloh taoloning aslida son sanoqsiz ismlari bor, ammo bizga bildirilgan 99 ta ismga yetib kelgan ismlar bor. Bular asosi Qur'oni Karimda zikr qilingan ismlardan iborat. Ammo shu bilan birga payg'ambar sollallohu alayhi va sallam boshqa hadislarida yoki sahobalar orqali yetib kelgan duolar orqali ham Alloh taoloni boshqa ko'plagan sifatlari mavjudligini bilamiz. Biz buni 176 ta ismi va sifatlarini ro'yxatini tuzib qo'yganmiz. Undan tashqari 100 dan ortiq ismining ma'nolari va insonga yer yuzida hayotligi chog'ida bu ismlar qanday faoliyat yuritish kerakligiga dalolat qiladi degan izohlar bilan berilgan. Demak, bu ismlar Alloh taoloni aslida parda, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallam Miroj yoki Isro degan hodisada barcha borliqdagi mavjud maxluqotlardan ham o'ta yoki hatto farishtalar, hatto Jabroil alayhissalom ham
yeta olmagan bir mavqe darajaga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam erishganligi va u joyda bir parda bo'lganligi, bu pardadan u kishi o'tolmaganligi yoki orada bir parda borligi aytiladi. Ahli baytdan kelgan rivoyatlarga ko'ra, mana shu parda aslida Alloh taoloning ismlarining, sifatlarining tajallilaridir. Alloh taolo har bir narsani yaratishdan oldin bir yorug'lik yaratdi va undan uning akslarini, soyalarini yaratdi. Mana shu ilk yaratilgan narsa Alloh taoloning ismlari edi. Uning ismlarining ulug'lanishi, masalan, subhanalloh, alhamdulillah kabi iboralar, mana shular Alloh taoloning ilk aytgan kalomlari edi va bu narsalar mana shu Allohni qurshab, uni atrofida bir parda hosil qildi. Mana shu parda faqatgina payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam unga kelganda parda holiga erishgan ilk inson bo'ldi. Ya'ni o'sha parda, biz aytayotgan Alloh taoloning ismlarining tajallilari degan narsa bilan Muhammad sallallohu alayhi vasallam ruhi, u kishining nafsi birlashdi va pardaga aylandi. Shu sababli payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni barcha olamlar ustida benihoya katta o'rni va ahamiyati bor. Chunki u kishida mana shu Allohning ismlari eng yuqori va komil saviyada mujassam bo'lgan edi, tashkil topgan edi Alloh taoloning ismlari. Demak, Alloh taoloning o'sha uflangan ruhining eng kamolatga erishgan shakli bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nasib qilgan. Shu sababli biz yuqorida aytgan Alloh insonni Rahmon yoki Allohning suratida yaratdi degan hadisi ma'nosini mana shu yerda topamiz. Bu nafaqat hadis, balki Injil va Tavrotda ham kelgan iboralar mana shu narsa. Ya'ni bu qat'iy shaklda ibrohimiy dinlarda o'zining qat'iy asosiga, isbotiga ega bo'lgan narsa. Mana shu ismlarning majmuasi aslida har bir insonda tashkil topadi. Ammo inson bu ismlarga ko'proq e'tibor berib, ularni chuqurroq o'rganishlari kerak bo'ladi. Chunki o'sha ismlarni o'zingizda zohir qilishga, aks ettirishga harakat qilish orqali aslida inson darhaqiqat uni Alloh suratida yaratgan o'sha zotga yaqinlashishga sabab bo'ladi. Ya'ni insonning Allohga yaqinlashishi insonning Allohning sifatlarini o'rganish va o'sha sifatlarni kundalik hayotida ishlatishga harakat qilishi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan narsa. Allohning ism va sifatlarini bilmasdan turib, uni tanimasdan turib unga yaqinlashib bo'lmaydi. Zotan insonning haqiqatni topishi degan narsa aslida mana shu haqiqatlari bilgan zotga erisha bilishlik, o'sha zotni topish degani. Chunki biz din aslida ruhoniy insondir degan avvalgi suhbatlarimizda tushuntirganimizdek, aslida dinni sobitligi, Alloh taoloning kimligini bilishlik, uning sifatlarini bilishlik, yer yuzida qanday yashashlik, oxirat haqidagi ilmlar, bu ma'lumotlari barchasi bizga mana shu ruhoniy bir insondan keladi. Biz ularga rasullar deymiz, ularga nabiylar deymiz. Mana shu insonlar orqali yetib keladi va ular orqali din davom etadi. Din hech bir shaklda biror bir kitobni o'rganib, o'qib olgan yoki o'zlaricha tushunib olgan insonlar orqali davom etmagan. Bu qat'iy shaklda ibrohimiy dinlarda tanqid qilinadigan amallardan iborat. Chunki Alloh taolo aytadiki, Alloh yer yuzida insonlarning ishlarini ham, koinotda ishini ham Alloh taolo bajaradi. Endi Alloh taolo bu ishlarni qanday bajaradi? Bevosita o'zi kelgan holda, moddiy bir shaklga ko'ringan holda bajaradimi? Yo'q.
alloh taolo bu e, kabi ifodalarga sig'maydigan buyuk bir zot. Biz uni hech bir shaklda qudratini anglab yetolmaymiz, uni chegarasini tushuna olmaymiz. Shu qadar yuksak bir zot. Alloh taolo o'z amrlarini doimo keyingi darajadagi o'ziga eng yaqin shaklda masofa qat etgan yoki unga o'xshagan sifat, ism va sifatlari bilan sifatlangan maxluqotlarga beradi. Xuddi masalan koinotdagi ko'p ishlar maloiklar, masalan Jabroil alayhissalom, Mikoil alayhissalom, Isrofil alayhissalom, Azroil alayhissalom deb ataladigan farishtalar va undan ham ko'proq bo'lgan, aslida juda ko'plagan farishtalar orqali bajariladi. Bu sobit bo'lgan narsa. Endi yer yuzidagi narsalar esa o'sha Alloh taoloni ismlari eng go'zal mujassam bo'lgan zotlar, ya'ni payg'ambarlar, rasullar, Allohga yaqinlashgan avliyo zotlar orqali bajariladi. Demak, inson bilim olish uchun, Allohni tanish uchun avvalambor u insonlarni tanishi kerak bo'ladi. Chunki u insonlargina sizga Alloh taoloni buyukligini, Allohni kimligini, unga qanday ibodat qilinishini va boshqa ko'p narsalarni u kishilargina o'rgatadi. Demak, haqiqat izlashi ham ma'nosi aslida inson uchun bir murshidi komilni topish yoki bir mahdiyni, hidoyatga yo'naltirguvchi bir zotni topishdan iborat. Har bir insonning hayoti aynan mana shunday bir zotni topishdan iborat. Bir kitobni topishdan iborat emas. Yashirinib yotgan bir qandaydir narsa, xazinalari topishdan iborat emas. Balki tirik bo'lgan o'sha Allohning ruhi yuklangan zotni izlab topish va undangina dinni, Allohni, insonni o'zligini, jamiyatni va qolgan har bir narsani ilmini o'rganish yotadi. Endi shu yerda qisqa pauza qilib men savol olaman, savollar bo'lsa beringlar. Manda savol yo'q. Hammasi aniq, tushunarli, mantiqiy, nimaga izchillikka ega hammasi. Mana shu narsa yo'q edi. Mana shu mantiqiy izchillik, aniqlik yo'q edi. Hammasi tushunarli. Ya'ni o'rtada bir odamni dinga bog'lab qo'yadigan narsa yo'q edi. Misol, odam kitob olib o'qigani bilan uni o'zi xohlagancha tushunadi, o'zi nafsi qanaqangi tushuntirsa odam shunday tushunib ketadi-da baribir. Yoki aytaylik, o'sha virtual internetda olamdan bir qaysidir domlani kuzatadimi, u orqali ham bo'lmaydi. Ya'ni aniq bir real hayotda ko'rishib, bayat berib, o'sha imomga ana shu narsa aniq bir mustahkam bir mantiqiy izchillikni hosil qiladi. Ana shu narsa yo'q edi. Ana shu narsani tushunmasdim. Hozir ancha aniqlik kiritildi. Savolim yo'q. Hozir mantiqiy bog'liqlik deganda aynan qaysi joyning qaysi joy bilan bog'liqligini aytdingiz? Dinni Allohdan o'sha to'g'ri, misol uchun oddiy odamlarga kelishini aytmoqchi edim. Ya'ni payg'ambarlar, rasullar orqali. Birinchi o'zi o'sha farishtalar bo'lsa, Jabroil alayhissalomdan payg'ambarlarga, payg'ambarlardan ularning vorislariga, ya'ni vakillariga, ulardan keyin o'sha jamoatlarga. Shunaqangi izchillik, ya'ni ketma-ketlikdagi zanjirni bilmasdim. Tushunarli. Aslida mana shu zanjir biz har doim takrorlaydigan uzilmas bir zanjir deb aytamiz ko'pincha. Bu biz tushuntirayotgan ta'limot uzilmaydigan zanjir. Nega? Chunki
ahli sunna val jamoa uzilgan zanjir. To boshidan uzilgan bir zanjir bular. Nega deganingizda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan so'ng bular aytadi, payg'ambarlik boyagi oyat bor-da, payg'ambar alayhissalom shu nabiylari so'ngi degan. Ana o'shani oladi, bo'ldi. Endi mana shu oyat bilan butun Alloh taoloni rahmati, shafqati, insoniyatga cheksiz hidoyati kabi narsalari umuman burchakka surib qo'yadigan bir aqida rivojlantirdi bular. Ya'ni dinni asosi buzildi o'sha joyi o'zida, dindan uzilgan joyi o'sha yer edi. Chunki mana minglarcha, balki 10 minglarcha yil bo'lgandir odam alayhissalomni kelgandan buyon. Uni aniq biz bilolmaymiz, balki 100 minglarcha yillar bo'lgandir. Endi qarang, shuncha yillar davomida uzilmagan bir zanjir bo'lib kelganda, odam alayhissalomdan beri uzilmagan bir zanjir qandaydir sabablarga ko'ra mana shu 1000 yil, 1400 yil oldin hozirgi odamlar gapiga ko'ra uzildi. Qolgani endi bu yog'i anarxiya, yovvoyi hayot xullas. Jungli nima deydi uni? O'sha jungli qonunlari o'tadigan bir hayotga aylantirishga harakat bor. Ko'ryapsizmi? Mana shu dinni buzilishi. Endi Shia deganda Shia to'g'ri keladi. Ular aytadi, yo'q, undan keyin yana 12 ta imomimiz bor edi. Lekin bular ham 12-imomga kelganda bular ham uziladi. Bizi uzilmasligimizning sababi biz aytamiz, yo'q, 12 imomdan keyin uzilgan yo'q. Sizlar xuddi ahli sunna val jamoani qilgan ishini, yahudiylarni qilgan ishini, nasroniylarni qilgan ishlarini qilyapsizlar. Alloh cheksiz hidoyat sohibi, u hidoyatini hech qachon insoniyatdan uzib kesib qo'ymagan. 12 ta imomdan keyin 12 ta mahdiy keladi deymiz. Undan keyin 12 ta hodiy keladi. Undan keyin yana 12 ta boshqa keladi. Farqi yo'q. Bu uzilmaydigan zanjir, ko'ryapsizmi? Va biz buni uzilmasligini, bu zanjir halqalarini boshlarini keltirib, Qur'on, hadis, Injil va Tavrotdan bularni isbotlarini keltirishimiz bilan mustahkamlanadigan narsa. Odam alayhissalom masalan hikoyasida Hobil, Shiz yoki Ibrohim alayhissalom hikoyasida uni u kishini katta otalari bo'lgan Idris alayhissalomga bog'lanadi. Bu bog'liqlari hammasini aniq qilib ko'rsatib berganmiz. Endi nimaga bu mana shu narsa aynan dinning DNKsi? Nimaga? Chunki biz aytganimizdek, din bu ruhoniy inson degani, ya'ni Allohning ruhi mujassam bo'lgan, uning ismlari to'liq shaklda kamolotga erishgan va bir ma'naviy darajaga yuksalgan insonlarga ergashish orqali. Dinning asosi shu. Zotan yer yuzida ilk paydo bo'lgan saltanat teokratiyaga asoslangan saltanat. Chunki ilk podshoh Alloh tarafidan tayinlangan, kelishi va'da qilingan, ruhini uflagan, o'zi ilm o'rgatgan bir podshoh, xalifa. Hozirgi jamiyat nega bunaqa bo'lib qoldi desangiz, hozirgi jamiyat o'sha xalifaning yiqilishi va hukumat, hokimiyat iblisning avlodlariga o'tishi bilan bog'liq bo'lgan bir jangu jadal. Hozir yer yuzida bo'layotgan narsa. Shu sababli ular teokratiyaning mutlaq dushmani. Teokratiyaning ziddi nima? Demokratiya, ya'ni xalq olomonni boshqarishi. Olomon kim? Atrofingizga qarasangiz olomonni ko'rasiz.
Ishxonaga borganingizda olomonni ko'rasiz. Ko'chaga chiqqaningizda olomonni ko'ryapsiz. O'sha odamlar, ko'rayotgan odamlar olomon. İnsonlar. Demokratiya aytadi, sizni deydi, mana shu insonlar boshqarish kerak deydi. U insonlarni siz yaxshi taniysiz-ku. Qarab ko'ring. Siz ko'rayotgan qo'shningiz yoki qarindosh urug'ingiz, ko'chada tanish bilishingiz. Mana shu inson, siz shu insonlarga davlatingizni, hokimiyatingizni yoki farzandlaringizni taqdirini ishonib topshira olasizmi? Yo'q, man ko'rgan odamlardan mutlaqo topshirmagan bo'lardim. Hatto o'zimga ham ishonmayman man, misol farzandlarim taqdirini yoki o'sha oilani taqdirini. Lekin shayton aytayaptiki, yo'q, bu odamlar hammasi zo'r, bular hammasi yaxshi, qalbi toza insonlar. Faqatgina shu gunoh ish qilib qo'yadi har zamonda. Bilmay qilib qo'yadi uni ham. Lekin bu insonlarga ishonish kerak. Bular hammasi birlashsindan keyin hukm bersin, qaror chiqarsin. İnsoniyat o'zi yaxshi deyapti bir ta'limot. Shular boshqarsin deyapti. Xo'p deyishdi, mana boshqarishyapti. 100 yil bo'ldimi, necha yildan beri. Mana. Endi buni alternativi nima desangiz, buni alternativi kelinglar shu boshqaruv degan narsa o'zi Alloh al-Voli, ya'ni har bir insonni ishini boshqaruvchi bo'lgan zot. Alloh taolo vali bo'lgan zot. İnsonni eng yaqin do'sti, eng yaqin volisi deyilganda aslida rahbari, yo'naltiruvchisi, yo'llanma beruvchisi masalan har bir ishda. Bu qanday bo'ladi unda? Hozir aynan Alloh taoloni men bir ish qilmoqchi bo'lsam, kelib turib o'sha ishni qilib berishini kutish orqali bo'ladimi yoki bu qanday mexanizm orqali ishlaydi? Allohning boshqaruvi. Allohning boshqaruvi aynan Jabroil alayhissalom Allohning amri bilan qay shaklda uning vahiysini tayinlangan, bildirilgan odamlarga yetkazishi yoki yomg'irning yog'dirilishidagi farishtalar yoki insonning ajali yetgandagi jonining, nafsining olinishidagi farishtalar. Qarasangiz farishtalardan boshqa bir qilayotgan narsalar yo'q bu ishlari. Bu ish tushunarli. Endi biz ijtimoiy hayotda insonlar bir-biri bilan muomala qilayotgan hayotda bu ish qanday amalga oshiriladi unda? U xo'p farishtalar orqali oshirilishi aniq ekan, tasbit qilingan. Bu narsalar rasullar orqali amalga oshadi. Rasul. Shu sababli rasul cheklangan, tugadi. Endi rasullar kelmaydi yoki Allohning vakillari kelmaydi deyishlikda o'zi johillikdan boshqa narsa emas. Chunki insonlari ichida ularni ishlarini nazoratga solib turadigan, boshqarib turadigan zotlar bor. U ham bo'lsa aslida Alloh. Ammo qay shaklda Jabroil amrlari bajarayotgan bo'lsa, rasullar, yer yuzidagi Allohning valilari xuddi o'sha vazifani bajaradi. Shu sababli Alloh taolo aytadiki, Alloh yagona bo'lgan hukm beruvchi, qaror qabul qiluvchi zot deydi bir oyatida. Boshqa bir oyatida payg'ambar sizga nima hukm chiqarsa, nima hukm bersa, uni qat'iy shaklda qabul qiling. Chunki rasulning qarori Allohning qarori deyiladi. Mana sizga to'g'ridan to'g'ri bog'.
Demak, yer yuzida bo'layotgan boshqaruv ishlarida yoki qilinayotgan amallari Alloh qanday boshqaradi degan savol al-vakil yoki Alloh taolo al-voliy masalan. Ya'ni voliy degani gubernator deganida, unday qo'pol tarjima qilib aytganda, boshqaruvchi. Nimani boshqaradi u? İnsanları ishlarini boshqaradi. Xo'p, qanday qilib boshqaradi? Demak, oramizdagi valiylari orqali boshqarar ekan. Chunki o'sha valiylar Alloh taoloni kamolatga erishgan surati. Axir Alloh taolo insonni Rahmon Alloh surati o'z suratida yaratmadimi? Ana shu surat mana shu ichimizdagi mahdiylar, valiylar, rasullar hisoblanadi. Bo'ldi, din Odam alayhissalom ham shu dinni aytgan, Nuh alayhissalom ham, Ibrohim alayhissalom ham shu dinni aytgan. Bugun biz ham shu dinni aytyapmiz. Endi bu dinga qarshi bo'lgan boshqa firqalar bor. Sizlar nima deyapsizlar desak, bizga abra kadabra deyapti. Agar Odam alayhissalomni boya aytgan hikoyasini aynan men aytgan shaklda eslab qolib, uni keyin tushunib, mana shu Mahdiyni qanday taniymiz, Allohni huzuridan kelgan zotlari qanday taniymiz degan masala ochib berilgan zotan hikoyani boshida yechim berilgan, qarang. Vasiyat qilindi, ya'ni bir oldindan bo'lmagan narsa edi, bir proyekt bor, Alloh o'shani avval bayon qildi, xabarini berdi. Bu degani bundan keyin ham har qanday xalifa Mahdiyni bilinishi shu formula asosida amalga oshadi degani. Vasiyat, iroda, bashorat birinchi. Ikkinchi nima bo'ldi? Ruh uflanishi va ilm berilishi. Ruh uflandimi? Uflandi. Ilm berildimi? Berildi. Bular berilgandan keyin sajda qilinish kerak deyildimi? Deyildi. Bu nimani ifodalaydi? Bu degani yagona har doim xalifa bor degani. Va boshqa qolganlar nima bo'lishidan qat'iy nazar unga bo'yin egishi kerak degani. Va u odam keyin nima qiladi? Alloh taoloni nomi bilan yer yuzida tavhidga asoslangan faqatgina teokrat, ya'ni Allohning hokimiyati va hukumatiga asoslangan jamiyatni barpo qiladi. Bo'ldi, formula shundan iborat. Buni sindiradigan hech kim yo'q. Bu dalilni qabul qilmayman deydigan musulmon ham yo'q. Kim la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh desa, bu narsani qabul qilishga majbur. Undan qochib chiqish ketish yo'li yo'q. Shu sababli mana shu zaylda biling. Ya'ni boshqaruv Alloh taolo masalan aslida hu degan zot, ya'ni u nima? Hech kim bilmaydi. Yerni kim yaratdi? Olamlarni kim yaratdi? U kim? Udir. Bo'ldi. Mana shuni ichidan chiqib ketilmaydigan bir aslida Alloh taoloning zoti kim? U qanday bir shaklda ko'rinishi mumkin yoki juda ko'p savollar bor. Bu savollar javobi shundan iborat. U aslida Yahudiylik dinidagi masalan Yahva so'zi ham ba'zi olimlar fikriga ko'ra mana shu nimadan kelib chiqqan. Ya'ni Yahuva, Yahve so'zi. Ya'ni yo degani biz yo Alloh deb aytamiz, shu sifat agar nima qilinadigan bo'lsa, ya'ni hu bo'lgan bir zotga, asli u bo'lgan zotga iltijo qilish. Nimani tushundingiz? Hech nimani. Zotan shunday bo'lish kerak. Allohning zotini tushunish masalasida biz tushuna olmaymiz. Endi Alloh unda kim? Biz Alloh deymiz, Rahmon, Rahim deymiz. Bu kim? Bu biz mana shu mavjud bo'lgan borliqda
o'sha biz hech qachon aslida taniy olmaydigan bir zotni biz mavjud bo'lgan o'lchamdagi ism va sifatlarining yoki energiyasining bizi o'lchamimizga moslashgan holdagi ko'rinishi, namoyon bo'lishi, aks etishi, manifestatsiya qilishi yoki zohir bo'lishi yoki zuhur bo'lishi. Hammasi sinonim. Demak, Alloh sifatida demak zuhur qildi o'sha biz bilmaydigan zot va u Alloh kim? U 99 ta yoki juda ko'p ismlarga ega bo'lgan bir buyuk zot. Biz tanishimiz mumkin bo'lgan o'sha huning yuzi, borliqdagi ko'rinishi yoki tajalli qilishi. Ana ulardan endi shu tajallilardan boyagi biz aytgan parda hosil bo'ladi. Ismlarning tajallilari Alloh taoloning zikridan parda hosil bo'ladi va bu pardaning manifestatsiyasi aks etishi xuddi masalan oynada quyoshni nurlari aks etganday borliqni qamrab olib aks etishi va borliqdagi har bir narsa mana shu nurlarning soyasidan yaratilganligini bildiradi. Nur borki, soya bor deyiladi. Ya'ni materiyani borligini sababi o'sha nuri borligidir. Agar nur bo'lmaganda materiya ham, ya'ni soya ham bo'lmagan bo'lardi. Demakki, bor bo'lgan narsani, har bir narsani asl manbai Alloh taolodir. Mana shu Alloh taolo masalan Jabroil alayhissalomdagi ruh kimniki? Quddus, Ruhul Quddus yoki boshqa farishtalardagi ham ular ham ruh. U ruhlar qayerdan? Ular ham Alloh taoloni boyagi ism sifatlarini tajallisi yoki uni ruhini tajallisi. Ularni farishtalar deb aytyapmiz. Endi yer yuzida kim? Ular payg'ambarlar, rasullar. Ular ham Alloh taoloni ruhini tajallilari. Va bu payg'ambarlar bu ruhni yana tarqata olishi mumkinmi? Albatta tarqata olishi mumkin. Ularga qachonki Alloh ruxsat bersa. Xuddi Iso alayhissalomga o'xshab. Iso alayhissalomga masalan Alloh taolo shunaqa bir ruxsat, qudrat bergan. U o'zidagi ruhni havoriylarga yuklay bilgan. Va havoriylari boshqa sohalarga jo'natganda hududlarga ular mo'jizalar ko'rsata bilgan. Bu mo'jizalarga kelgan energiyani manbai Iso alayhissalom. Iso alayhissalomdagi energiyani manbai Jabroil alayhissalom. Chunki Jabroil alayhissalomni kopiyasi Iso alayhissalom. Jabroil alayhissalomni kimni kopiyasi? Alloh taolo deb aytgan o'sha zotni boyagi ismlarni mujassam bo'lgan nurini kopiyasi. Shu zaylda butun borliq cheksiz iyerarxiyadan iborat, piramidaga o'xshagan. Hamma narsani joyi, sababi, o'rni, mavqei bor. Va shuningdek har bir insonniki ham. Ko'ryapsizmi? Agar Alloh taoloni biz shu zaylda yaxshi taniy bilsak, uni vahdoniyatini, ya'ni al-vohid ismini ham ma'nosini yaxshi taniymiz. Ya'ni bir, raqam bo'yicha bir degani vohid. Raqam bo'yicha yagona bo'lgan zot, birgina bo'lgan, bir dona bo'lgan zot. Buni qanday tushunamiz desangiz, energiyaga bog'lab tushuning. Energiya bor, energiyani lekin juda ko'plagan har xil turlari bor. Lekin o'zagi mag'zi nima? O'sha energiya. Shu sababli endi buni teskari nimada qiladigan bo'lsak, Alloh taolo ham aslida biz hech qachon yetisha olmaydigan, ammo har bir o'lchamda, masalan,
Biz bilmaymiz qancha o'lcham borligini haqiqiy ma'nosida 7 o'lcham bo'lishi mumkin yoki 7 o'lchammi, ya'ni son sanoqsiz ichida o'lchamlari bo'lishi mumkin. Mana shu har bir o'lchamda o'zini ilmi va hikmati bilan zuhur manifestatsiya qilayotgan zot o'sha Alloh taolo. Va har bir darajada eng mukammal shaklda ham zuhur qiladi insoniyatning ichida payg'ambarlar, rasullar. Ruhlar olamida o'sha 4 malak deyiladi. Va shu zaylda pog'ona ketaveradi. Har bir narsa parallel ishlaydi. Har bir bo'layotgan hodisa boshqa o'lchamlardagi hodisalari o'xshash tarafdan bir ma'lum bir o'xshashlik bilan takrorlanishidan iborat. Va bu narsa bundan keyin ham takrorlanishi juda katta nimasi bor, imkoniyati bor. Tarixda bo'lgan yoki diniy masalan qissalarda bo'lgan hodisalar juda ko'pchiligi hayotda har bir davrda takrorlanadi. Qur'onni tushunish, dinni tushunish, Allohning hikmatini tushunish sizga bu narsalarda keyinchalik bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarda ham ba'zan to'g'ri bashoratlar berish, to'g'ri xulosalar chiqarib bilish imkoniyatini ham beradi. Asosiy bo'lgan narsa hamma narsa bir-biri bilan uzviy bog'liqligini, vahdaniyatni, ahadiyatni tushunish kerak degani. Agar siz vahdaniyat va ahadiyatni tushunsangiz va samadiyatni, Alloh taoloni Samad ismi bor. Uni ham qo'shib tushunsangiz, aslida hozir insoniyat fizika qonuni, kvantum qonunlarida ham tushunmayotgan narsalari, yechimlari ham mana shu Alloh taoloni ismlarini tushunishni ichida yotadi. Hatto tarix, ijtimoiy hayotda ro'y berayotgan narsalar, hatto har biringizning kundalik hayotingizdagi ro'y berayotgan yoki ro'y berajak narsalar ham agar to'g'ri mantiq, to'g'ri metodika va uslubni ishlatib, holistik nuqtai nazardan qarasangiz, diniy ilmlarni tushunib, o'sha har bir hodisani hikmatini ham tushunish, hatto bashoratni ham berish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Masalan, misol tariqada aytadigan bo'lsak, har bir davrda bir xalifa, bir mahdiy, bir Allohning huzuridan ilm bilan kelgan odam kelganda, uni yoniga bir iblis o'tiradi. O'sha Odam alayhissalomdagi hikoya takror bo'ladi, har doim bo'lgan. Bundan keyin ham bo'ladi. Oddiy misol beryapman. Yoki aka-ukalar munosabatlarida masalan birinchilarning ko'pincha noto'g'ri yo'lda bo'lib yoki noto'g'ri nima qilinishi, ikkinchilari tanlanishi. Farzandlar munosabatlari. Shunga o'xshagan narsalar juda ham ko'p. Bular nega Qur'onda bor, keltirilgan desangiz bu qissalar, chunki o'shalar aslida boyagi hodisalari formulasi. Nima bo'lganda qanday shaklda paydo bo'lishi, zuhur qilinishi hodisalar va narsalari parallel shaklda ishlashi. Buni ichiga karma kiradi, reinkarnatsiya kiradi. Endi buni ko'p chitadigan bo'lsa, ko'pchigandan ko'pchiydi endi bu masala. Chunki ichiga ko'p achitqi tashladim. Ammo har bir achitqini avval o'zini alohida o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ana o'sha qanchalik ko'piradi, qanchalik boradi, o'zini o'zingiz sinab ko'rishingiz kerak. Ana undan keyin xohlaganingizcha achitqini solib,
xohlagancha ko'pirtirib, xohlagan shaklga buni solish imkoniyatingiz keyin paydo bo'ladi. O'shaning uchun ilm o'rganishimiz kerak, birodarlar. Men endi ovozimni o'chirib turay, yana gapirmoqchi bo'lganlar gapirib olinglar endi. Men savol bera qolay, maylimi? Agar mana hozir aytyapsiz-ku, ilm o'rganish kerak deb. O'zi umuman olganda, hamma narsaga umumiy qaraganda mana siz nima maslahat berarsiz? Nimadan boshlash kerak? Bir narsani boshlasa bir narsa qolib ketadi, bir narsani boshlasa bir narsa qolib ketadi. Ya'ni bu dunyodagi ilmni ham o'rganish kerak demoqchiman-da. Masalan, men hozirgi boshqatdan yana hamma narsalarni ag'dar-to'ntar qilib, boshqatdan boshqa sohaga o'zimni masalan o'rganim uchun men ko'proq hozir yana shu sohaga oid ilmni ko'proq o'rganishim kerak. Lekin bu yerda masalan haqiqatan ham Qur'onni hali men yaxshi chiroyli o'qishni bilmayman, lekin davomiy holatda suhbatlar bo'lsa, nimalar bo'lsa qo'shilib boraman. Ya'ni ichimdan hech bo'lmasa mohiyatini o'rganish, shuni o'zimda tatbiq qilay degan niyatda mana shu yo'nalishda kelyapman. Ya'ni aytmoqchimanki, mana shu asl mohiyatni inson o'zidan topadi-ku. Shunga men ko'proq o'zimni ichimga qarayman-da. O'zimni ichimdan baho berib, tafakkur qilib, qarab, boshqa jarayonlarni ham kuzatgan holatda yuraman. Lekin mana asl ilmga masalan shunaqa ulug' valiylari qatorida bo'lishga, shunaqa inson jamiyatda nima deydi, xizmat qiladigan haqiqiy banda bo'lish uchun, hech narsadan qo'rqmaslik uchun nimadan boshlash kerak? Aslida o'zi ilm deyilganda yagona narsa tushuniladi, o'rganish, bilish. Allohni tanishda ilm aslida. Mana shu ismlardan menimcha boshlagan ma'qul. Ismlardan boshlash. Har biri masalan Rahmon, Rahim. Keyin bu ismlari masalan o'qib bo'lgandan keyin boshqa ismga o'tmasdan o'sha yerda aytilgan oyatlarni qarash kerak, hadislarga qarash kerak. Ya'ni har bir qo'lingizga tushgan matnni boshlash nuqtasi deb qarashingiz kerak. Bu farqi yo'q. Nima matn bo'lishi? Meni fikrimcha, bugun masalan fizikani o'rganmoqchiman deb faqat fizikaga o'rgangandan ko'ra meni uslubim qanaqa? O'zimning shaxsiy uslubim. Men bitta matnni olganimdan keyin uni ichidagi har bir so'zni mag'zini to'liq 100% tushunib, har bir joyidagi ma'nosi, paragraflarni mazmunini 100% tushunmagunimcha boshqa narsaga o'tmayman. U yerda boshqa terminlar ishlatilgan bo'lishi mumkin. Men o'sha terminni to'liq mohiyatiga yetmagunimcha u joydan o'qib o'tib ketmayman. Ya'ni shunday bir mashina, miyangizni shunday bir mashina holatiga keltirishingiz kerakki, yer ag'darayotganingizda tasavvur qiling, yer nima qilyapsiz, kuzda yoki qishda yer kuzda haydaladi shekilli. Kuzda haydayotganda imkon qadar mukammal shaklda yumshoq haydashga harakat qilish kerak. Boyagi bir marta haydaldi, bo'ldi deb o'tib ketmaslik kerak. Qayta. Meni uslubim shunaqa. Ilmni ko'paytirish, ilmni ustiga ilmni o'tirtirish shu zaylda bo'ladi. Keyin har doim asosiy konsepsiyalaringiz bo'lsin. Fundament quring. Fundament qurilmaguncha ilm o'rganilmasligi kerak. Chunki ilm o'rganilgandan keyin u g'isht, ilm masalan g'ishti donalari. Ular hammasi kelib mustahkam quyilgan sementni ustida turishi kerak ular. Agar fundament bo'lmasa, g'isht kulasidan to'plangan bir bino qursa, u turmaydi o'rnida.
Ana o'sha ilmni poydevori nima deyilganda biz ilmni poydevori boyagi qo'ygan videolarda aytamiz ko'p narsalarda qalb nima, Alloh nima, ismlari shu kabi narsalar. O'lim, o'limdan keyingi hayot va hokazo. Nimaga buni qilish kerak? Chunki shu narsa sizni yana bir necha yo'nalishda qo'shimcha izlanish sohasi, mavzusi ochishingizga olib keladi. Va har birini mana shu aytilgan amaliyot bo'yicha agar tatbiq qilsangiz, keyin sizda o'sha narsalar kristallashadi, ya'ni moddiylashadi, materiallashadi. Uni teginib, urib, sindirishga harakat qilib ko'rishingiz mumkin. Sinadimi, yo'qmi tekshirib. Shu zaylda quriladi boyagi fundamenti ham. Bitta videoni olib, undan keyin to'liq tushungandan keyin ikkinchiga tushunmagunizcha o'tmay savol bering keyin. Savol berish kerak, o'rganish kerak, to'ldirish kerak-da. Ya'ni samimiyat bilan, titizlik bilan deydi turklar, davra nima qilish kerak? Bu masalaga mas'uliyat bilan qarash kerak, yuksak mas'uliyat bilan. Hamma narsani o'rgana olmaysiz. 100% garantiya. Men ham o'rgana olmayman, hech kim o'rgana olmaydi. Ammo o'rganayotgan narsamizni haqqini berib o'rganishimiz mumkin. Ana o'shanda yangi bilimlar kiraveradi, yangi yo'llar ochilaveradi. Savol berish kerak, chala tashlab ketmaslik kerak. Eng katta muammo shu. Ilm o'rganuvchida boyagi sabr yetmaydi-da. Juda zo'r metodikani aytdingiz o'g'lim. Ya'ni mantiqqa ham juda o'rnashadigan narsada odamni aqliga rosa o'rnashtirib qo'yadigan narsa, ya'ni bir o'sha aytgan fundament, keyin fundamentning ustiga yana keyingi qavatlar qo'yilishi men uchun zo'r nima bo'ldi. Endi agar yana mavzuga qaytadigan bo'lsak, o'sha Alloh taoloni ismlari mavzusida agar hozir biz aytayotgan mana shu Imom Mahdiy ta'limoti deyapmiz, bu Ahmad al-Hasan orqali Mahdiy alayhissalomdan yetib kelgan ilm. Bugun bu narsalarni to'liq o'zlashtirgan inson Abu Sodiq. Endi Abu Sodiqda yo'nalishiga qarab, hozirgi sharoiti, boshqa masalalarga ko'ra hozir ko'proq g'arb tarafdan mana shu yahudiylar bor, bu yoqda ateistlar, xristianlar bor. Ko'proq shu taraf bilan bog'liq bo'lgan mavzular borda, ana o'sha mavzularga ko'proq nima ajratyapti. Umid qilamiz kelajakda biz tarafda ham mana shu tasavvuf, sufiylikka bog'liq bo'lgan narsalar ham chiqib qoladi deb umid qilyapmiz. Keyinchalik bu masalalar ustida ham gaplashamiz. Endi mana shu Abu Sodiqda bugun Mahdiyligiga nima dalolat deydigan bo'lsak, qarang. Bu kishi ham xuddi boya aytganimizdek xalifani tanish va tayinlash qonuni bo'yicha kelyapti. Nima deyapti? Odam alayhissalomni Alloh taolo aytdi-ku, men xalifa yarataman yer yuzida deb. Bu kishi aytayaptiki, men kelmasimdan oldin bashorat berildi-ku, Abdulloh keladi deb deyapti. Bu endi Shia manbalarda borda, u kishining ismi bor. Endi u aytayapti, Allohning ruhini ushlaganda, uni ismlarini, nomlarini o'rgatganimda unga sajda qilinglar deyapti-ku. Men o'sha Abdullohman va menga bay'at berasizlar deyapti. Buni ham o'sha odam alayhissalomga kelgan hujjat bilan dalillayapti. Va yana dalilim deyapti, men yagona Allohni hokimiyatiga chaqiryapman, inson hokimiyatiga emas. Bu ham dalil. Ko'ryapsizmi? Bu dalil bilan kelgan odamlarni hech bir shaklda inkor qilishi imkoniyati yo'q. Mana shu
Alloh taoloni aslida har bir darajada qo'li borligini, ya'ni Allohning qo'li bilan bog'liq bo'lgan bir mavzu qo'yuvdim YouTube'ga. Allohning qo'li nima degan. Mana shu insonlar Allohning qo'llari bo'ladi. Ammo har birimiz Allohning qo'li bo'lishimiz mumkin. Xayrga boshqaradigan, yaxshilikka yo'naltiradigan. Har birimiz Allohning qilichi bo'lishimiz mumkin. Har birimiz Mahdiy bo'lishimiz mumkin. Bu yo'llar yopilmagan. Har biringiz murshid bo'lishingiz mumkin. Bu yo'l ham yopilmagan. Ammo buning uchun kerak bo'lgan ma'lum nafsiy tarbiya bosqichlari bor. Ya'ni boyagi Allohning ismlarini ishlatish masalasiga keladigan bo'lsak, mavzu xullas kalom, inson qanday qilib Alloh taoloni masalan suratiga kirishi mumkin? Aytaylik, bu borada Abu Sodiq bergan bitta misol bor. U aytayapti, siz agar kechirimli bo'lsangiz, masalan har birimiz hayotimizda ko'p balki hodisalarga duchor bo'lganmiz, ba'zan biz adolatsizlik qilganmiz, zulm qilganmiz, ba'zan bizga adolatsizlik, zulm qilingan holatlar bor. Mana shu holatlarda bu zulm aytaylik turli darajada bo'lishi mumkin. Past daraja, o'ta yuqori darajada zulmlar. Agar kimki boshiga kelgan zulmlarni unutishga harakat qilsa va zolimni yoki unga zulm qilingan masalada yoki u zulm qilinyapti degan masalada hatto narigi tarafni nohaq ekanligini 100% tushunsa, bilsa ham o'sha odamni kechira bilgan va bu narsani boshqa hech qachon ko'tarib chiqmaydigan darajada kechira biladigan va uni unuta biladigan darajada kechira biladigan odam bo'lsak, tasavvur qiling. Ertaga Alloh taoloning huzuriga turganingizda Alloh taolo sizdan hech bir savol so'ray olmaydi. Nega so'ray olmaydi deb aytayapman? Aslida Alloh qodiri mutlaq bo'lgan zot. Nega so'ramasligi mumkin? Bu yerda uning iqtidori cheklanganligi sababi emas, balki siz o'zingizning chegarangizdan oshgan holda, iqtidoringizdan ham oshgan holda, birov boshqa odamlar aslo kechira olmaydigan bir narsani kechirib yuborib va u narsani hayotingizdan chiqarib tashlashga uringanligingiz sababli Alloh taolo sizni hech qanday qilgan amallaringizda yoki dunyo, mana shu hayoti dunyoda qilgan ishlaringizda so'roq, savol qilmaydi. Qilolmasligini sababi qilmaydi, chunki u holda sizning buyukligingiz, sizning kechirimliligingiz Allohnikidan ham buyuk bo'lib qoladi. Bu paradoks bo'ladi. Qanday qilib siz oddiy, ojiz bir inson sizga zulm qilgan bir odamni savol qilmasdan, so'roq qilmasdan, ta'na dashnom qilmasdan kechirib yuboryapsiz-u, Ar-Rahmon, Rahim, Avf, Al-Tawwab bo'lgan zot sizni yer yuzida qilgan boyagi gunohlaringizni kechira olmasdan sizdan so'roq istasa, bu uning kichikligini ko'rsatadi. Shu sababli bu amalga oshmaydi. Shu sababli kechirimli insonning gunohlari Allohning huzurida kechirib yuboriladi. Demak,
bir narsaning sodir bo'lishini amalga oshiradigan aslida bizmiz. Agar bir inson tasavvur qiling, oilangiz bor yoki farzandlaringiz, bola chaqangiz bor, ortiqcha bir mol mulkingiz bor va muhtoj bir odam bor yoki bir vaziyat bor. Sizdan mulk ketishi kerak. O'sha bor mol mulkingizni ortiqchasini barchasini sotib, bu pullarni yoki boylikni boshqa birovga berib yuboradigan darajada g'animisiz? Tasavvur qiling, agar siz bor mol mulkingizni olib kimgadir yoki qaysidir bir nimada berdingiz, taqsimlab berdingiz. Alloh taolodan siz endi biror bir narsa so'raganingizda qanday qilib Alloh taolo sizga bermaydi? Bu uning qasamiga xilof. Alloh qasam ichyapti kitobida. Menga yordam bering. Men sizga yordam beraman. Yoki Alloh taoloning yordami bilan bog'liq bo'lgan ko'p narsa bor, lekin insonlardan ham yordam so'raladi. Nimaga? Chunki o'sha so'ngida chiqadigan natijani inson o'zi qilishi kerak. Unga birov qilib bermaydi u narsani. Allohga yordam berish shu bilan bog'liq masala. O'shaning uchun agar bir inson qanchalik g'ani bo'lsa yoki oliyjanob bo'lsa, Alloh taolo ham unga shunchalik bo'ladi. Yoki qanchalik g'azabini ushlasa, birov g'azabini qaynatgan paytda Alloh taolo ham xuddi shu zaylda u katta bir gunoh ish qilganda g'azabini sochishdan Alloh taolo hayo qiladi. Chunki u bandasidan o'ta katta bo'lgan zot, oliy bo'lgan zot. Agar kimki mana shu sifatlari hayotida tatbiq qilsa, mana shu narsalarga albatta Alloh taolodan muvofiq javob keladi degani. Inson shu zaylda o'zini yo'lini o'zi ochadi. Boyagi duolari, har bir narsa qilayotgan, ichidan chiqayotgan duolarni hammasi aslida qachon zuhur qiladi, Alloh taologa yetib boradi? Insonni o'zi shu narsaga yetarliligini isbotlaganda. Biz o'ylaymizki, faqat qo'limizni ochib ber deyish bilan Alloh taolo hamma narsani beradi deb. Lekin masala unga nimanidir berishga kelganda qo'llarimiz qaytib cho'ntaklarga yana qaytadi. Shu sababli birodarlar, duolari istijob bo'lishi masalasi, Alloh taologa o'xshash bo'lish yoki unga yaqinlashish masalalari, bular hammasi bizga bog'liq. Bizi qo'limizdagi narsalar. Biz harakat qilmasdan turib unga ber deyishlik o'zi adolatsizlik. Chunki tarozi muvozanati noto'g'ri turibdi. Ana bu narsalarni ham to'g'ri tushunish kerak va biz maqolalarda yozgan o'sha tagida duolar bor yoki aniq qismlar qilingan, bu ism bilan qanday yashash mumkin degan. Ana o'sha joylarni ham diqqat bilan o'qish kerak edi, keyin o'shanga
nima deyish tatbiq qilishga harakat qilish kerak shu narsani. Solishtiring, keyin ismlari bir-biri bilan bog'lang. Masalan, nimaga vohid ismi har doim yoki deyarli ko'pincha qahhor ismi bilan keladi. Vohidul qahhor deydi. Bunga o'xshagan masalan ko'p joylar bor. Nimaga shunaqa? Bog'lash mumkin, tafakkur qilish mumkin. Shu ismlari o'zi ham insonga ko'p haqiqatlari aslida ochib beradi. Biror bir kishi endi bir gapirib bersin, nimalari tushundi yoki shu paytgacha umuman boshqa mavzu bo'lsa ham mayli, menimcha yetarli gaplashdik bu mavzuda. Bu aytganlaringizdan men tushunganim sinov, hammasi sinov. Ya'ni o'sha sinov mohiyatiga borib taqalyapti-da. O'sha odam qo'lida bitta tangasi bo'ladimi yoki 100 ta tangasi bo'ladimi? O'sha bittani bersa ham, 100 tani bersa ham baribir o'sha borini bergan bo'ladi. Qalbidan chiqarib borini bergan bo'ladi. Ya'ni o'sha sinovdan o'tgan bo'ladi-da, shu bilan. Boy bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham. Ya'ni Xudo qalbga qaraydi degani shuligini tushundim. Shu. Savollar bor edi, ularda bersam bo'ladi. Bemalol beravering. Erkin mavzu bu yog'i. Bu Alloh taoloning ismlari masalasi menimcha avval ham ko'p gaplashdik, bu qo'shimcha bo'ldi-da. Endi xohlasangiz boshqa mavzularga o'taveramiz bemalol. Ana shu misol Allohning ism sifatlarining ba'zilari metafizik olamlarda misol manifestatsiya bo'ladigan bo'lsa, boshqalari material olamda manifestatsiya bo'ladi. Shu haqida so'ramoqchi edim. Misol uchun nomaterial olamda Al-Botin, Ar-Rohman, Ar-Rohim, An-Nur ismlari manifestatsiya bo'ladigan bo'lsa, material borliqda Az-Zohir, As-Sabur, Al-Musavvir ismlari nima zuhur qilishi haqida. Ya'ni ba'zilari nomaterial olamda, metafizik olamlarda, ba'zilari material olamda. Shunaqa bo'linish bormi deb so'ramoqchi edim. Kichikroq savol. Bu masalada avvalgi olimlar ulug'iyat, rububiyat degan nimalarga, sinflarga bo'lib aytishgan. Masalan, zotiga doir bo'lgan ismlar, keyin sifatlari deb berilgan. Endi har bir ismni agar qarab chiqsangiz, u albatta har bir darajaga dohil bo'ladigan xususiyat va sifatlari bor aslida. Ya'ni qaysidir bir ism faqat shu darajaga, mavqega tegishli degan narsadan chiqib ketadi-da. Chunki har bir darajada o'sha masalan Allohning huzuri bor, undan keyin boyagi kursiy bor, arsh bor, amr olami, farishtalar olami, ruhlar olami ketaveradi. Yer masalan material olam. Bu olamlar hammasi bir-biridan albatta farqli bo'lgan bilan farqliligi qaysi jihatdan desangiz, bu darajada farqliligi. Ya'ni 3 o'lchamli bittasi, 4 o'lchamli bittasi, 1000 o'lchamli, shunga o'xshagan. Shu sababli u yerda voqelik, realliklar ham farqli.
har bir reallikka xos shaklda o'sha Alloh taoloni boyagi ismlari, sifatlari har bir darajada o'sha reallikka xos shaklda manifestatsiya qiladi. Ya'ni bu darajada u ismi yo'q, bu darajada bu ismi yo'q deb qarasangiz, siz bu qarashingiz bir noto'g'ri xulosadan kelib chiqadi. U ham nima? Hamma narsanga bitta narsa yoki qotib qolgan turli xil narsalar deb qarashdan. Unaqa emas. Tushunabsizmi? Bu tasavvur qiling, bir tuman va tumanda siz nima fonar yoqyapsiz. Fonarga yaqin bo'lgan joylar yana ham yaxshiroq, yorqinroq ko'rinadi, qancha uzoqroqlashsa xiralashib ketaveradi. Tushuntiryapmanmi? Ya'ni o'sha xiralashayotgan, yomonlashayotgan tasvirga o'xshab bir nima bo'lgan, xaotik bo'lgan tarafi mana shu borliq, ya'ni yer yuzi, koinot. O'sha sababli u chiriydi, yo'qoladi, boyagi o'zgaradi va hokazo. Endi mana shu fonardan chiqayotgan nur har bir darajada, masofada, darajada boshqacharoq porlaydi. Masalan, bir darajada nuri qizil bo'lishi mumkin, keyingi darajada ko'k bo'lib ko'rinishi mumkin va hokazo. Ammo hammasi bitta narsa, lekin nimasi farqli? Rangi yoki xususiyati boyagi narsalar farqli, chunki darajalar farqli-da. Tushuntira oldimmi? Tushunarli. Yana bitta savol bor. Xo'p, Allohni ism sifatlari insonda aks etar ekan, manifestatsiya bo'lar ekan. Al-Mutakabbir, Al-Jabbar ismlari ham aks etadimi insonda demoqchi edim. Aks etmaydi, shundaymi deb so'ramoqchi edim. Ya'ni aks etmasa, unda qanday nima uchun deb so'ramoqchi edim. Insonda kibr bor. Bu kibr xususiyatlari, ya'ni sifatlar barchasi insonda yoki maxluqotda negativ xossa va xususiyat hisoblanadi. Chunki qarang, siz al-kabir yoki o'sha mutakabbirda o'ta kabir degani buyuk, ulug', shon shuhrat jihatdan ham ulug' bo'lgan, ham hajm kattalik jihatdan ham ulug', buyuk bo'lgan narsaga aytiladi. Endi bu narsalar aslida nimani talab qiladi? Uni aksi bo'lgan sifatlari ham barkamolligi, to'liqligini talab qiladi. Masalan, Alloh taoloni bu kabi sifatlar bilan birga Rahmon, Rahim, G'affor, Rauf degan sifatlari ham bor, Karim degan sifatlari. Bu sifatlar agar nargi sifatlarga 100% teng kelmaydigan bo'lsa, u insonni yo'ldan uradi. U zolim bo'lib qoladi odam. Chunki sizda boyagi sifat bor, kabir, ya'ni kabirlikka talab bor, talabgorsiz, mutakabbirlik qilyapsiz. Lekin bu narsani bosib turadigan, bu narsani balansda ushlab turadigan boyagi ijobiy sifat yo'q. Yoki u darajaga yetmagan, kuchsiz. Ana unda bu insonni nima qiladi? Bu insonni zolim qiladi. Bu qadar kuch sohibi bo'lsa-da. O'shaning uchun boyagi insonda negativ hisoblanadigan xususiyatlar va sifatlar bor-ku, ular aslida Allohga nisbat berilganda u negativ hisoblanmaydi. Chunki Alloh masalan Al-Jabbor, ya'ni jabr beruvchi deganida aslida. Agar sal nimaroq ilmsizroq tarjima qilsa, zulm qiluvchi ham deb tarjima qilishi mumkin u so'zni. Chunki jabr beruvchi degan. Yoki bunga o'xshagan
hiylakor ham ismi bor. Alloh taolo hiyla ishlatishi haqida va hiylakorlarning eng xayrlisi deyiladi ism sifatida. Ko'ryapsizmi? Ya endi Alloh taolo hiylakor ekan, demak bizda ham hiylakor degan sifat bo'lishi kerak. Yo'q, bu noto'g'ri tushunchadan kelib chiqadi-da. U sifatlari o'zini yo'l yo'rg'a boshqa nimalari ishlatiladigan joylari bor. Hammasini o'ziga nisbat jihatdan. Lekin ijobiy sifatlari hammasi albatta va albatta insonda zuhur qilishi kerak bo'lgan sifatlar. Qolgan sifatlar, masalan, iblisda ham bor o'sha sifat. Kibr bor. Kibr qilishlik aslida iblisdan yuqqan bir kasallik. Chunki Odam alayhissalom bilan bog'liq hech bir rivoyatda uni kibr qilgani haqida kelmagan. Endi uni iymonda zaifligi keladi-yu, lekin kibr masalasi kelmagan. U har doim o'sha gunoh ish qilgandan keyin tavba qilgani bu bor. Insonda mana shu agar yuqori darajaga chiqib ketsa, boyagi insonda ilm bo'lmasa, kamtarlik, vazminlik, o'sha Alloh taoloni qolgan ijobiy sifatlari bo'lmasa, ana o'sha kibr insonni mana shunaqa o'ziga zulm qiladigan bir maxluqqa aylantiradi-da. Savolingizga javob, birodarim, shu. Ya'ni boyagi sifatlar bor, insonlarda bor. Ammo ular nazorat qilinishi shart bo'lgan va ular nazorat qilinishi uchun Alloh taoloni boyagi boshqa sifatlari avval rivojlantirilishi kerak bo'lgan narsalarda. O'shanda muvozanat bo'lganda muammo bo'lmaydi aslida. Chunki kibr degan narsa ba'zan masalan ilmga yoki sizni e'tiqodingizga bo'lgan bir qandaydir nimalarga qarshi kuch paydo qiladigan bir narsa ham aslida. Ammo uni o'ziga zulm qiladigan darajaga yetkazmaslik kerak. Javobim shunaqa. Ya'ni balansda bo'lish kerak demoqchisiz-da. Shunday. Ya'ni Xudoning nimasi rahmdilligi nimasidan jazolashidan adolatidan nima ustun deyiladi-yu. Shunday. Albatta. Eshitganman. Ya'ni shunaqangi balansda bo'lish kerak. Albatta. Masalan, jahl haqida ko'p gapiriladi, g'azab haqida yoki boshqa narsalar, shiddat. Bu narsalar ham butkul chiqarib tashlash kerak degan narsalar emas. Bularni ham o'zini o'rni, joyi bo'ladi-da. Ammo bu narsani agar o'rni joyini bilmaydigan odam bo'lsa, unda o'ziga zulm qilib qo'yadi. Aytaylik, shiddatni qo'llaniladigan joyi bor yoki boshqa masalalarda qat'iyat talab qilinadigan joylar bor. Ilm ham odamni kibrga sabab bo'lganda, odamda o'sha unga qarama-qarshi bo'lgan sifatlar yoki uni ya'ni kibrni bostiradigan sifatlar balansda bo'lmaydigan bo'lsa, ilm olishi, boylik to'plashi, ya'ni boylik to'plashi aniq. Ilm olishi ham shu kibrga sabab bo'lar ekan, deymi? Albatta. Albatta, kibr degan narsa shunaqangi bir narsaki,
Masalan, ilonni zahari bor-ku, shunga o'xshagan narsada, ya'ni bu yomon sifatlar deb aytamiz, jahl boshqa narsalar ham, hatto iblisni o'zi ham. Masalan, juda kichik bir miqdorda u ba'zan kerakli bo'lishi mumkin, ammo umumiy holatda u zararli bo'lgan bir narsa bor. Qarang. Endi kibr shunaqa bir narsa. Ilm ham o'zi kibr borasida eng ko'p ishlatiladigan, usti yopiladigan narsa kibrni ilm orqali. Men masalan taniydigan odamlar ichida ham ba'zan sezaman, ba'zan o'zimda ham his qilaman o'sha narsani borligini. Kibr bilan birga keyin hasad degan narsa bor. Endi kibr nima desak bo'ladi? Men o'ylaymanki, o'zim shaxsan ko'p u gaplarni aytaman, masalan, bu ishni yechib berishimiz mumkin, unga yechimi bunaqa, bunisi to'g'riroq, bunisi noto'g'ri degan gaplar bo'ladi-yu. Bular ham qaysidir ma'noda kibrga kiradi-da. Xohlaysizmi, yo'qmi? Endi uni butkul chiqarib tashlash juda ham qiyin. Har qancha bir odam samimiy gapirsa ham bir necha foiz o'shaning ichida kibr bo'ladi. Lekin ba'zilarda haddan tashqari seziladi. Afsuski ko'pchilik shunaqa, 95% odamda shunaqa. Ilmli deb o'ylagan odamlaringiz 95%da kibr bor. Bahslarda ko'p ko'raman-da men. Chunki o'zlarini nimalarni olib keladi, keyin boshlari chiqolmaydigan joyga kirgandan keyin boyagi muammolar boshlanadi. Ya'ni o'ta samimiy odamni topishingiz dargumon, to'g'risi. Balki hayotingizda duch kelib qolarsiz bir ikkita kishiga-yu, lekin inson, birodarim, shunaqa zot. Boyagi muhosaba masalalari bor. Muhosaba. Inson o'zi bilan o'zi o'tirib, har bir qilgan ishini nimaga aytdim, shu narsani nimaga yozdim, shu narsani tagida nima bor edi deb o'zini salbiy jihatdan nazorat qilishga o'rganish kerak. Masalan, hozirgi kunda qarang-da, kuzatayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonda yo boshqa muxolif partiyalar yig'ilib o'zicha nima qilyapti, harakat qilyapti. Partiya tuzamiz boshqa. Bu ishlar ishlamaydi. Odamlar o'ta qiyin-da tushuntirish. Nima qilishingizdan qat'iy nazar bu ishlar amalga oshmaydi deydigan odam yo'q ularga. Chunki hammasi o'zimizga o'xshagan odamlar. Tasavvur qiling, hammasi shunday. Hamma nimanidir orqasida, nimanidir maqsad, manfaatini orqasida. Hozir o'zini bloger boshqa deb turib, xalq manfaati, boshqa narsalarni ochamiz degan odamlar ham orasida ko'p. Ular ham g'aliz maqsadlar bilan kirgan. Partiya tuzamiz deydi, uni ichi ham to'la g'aliz maqsad. Ichida janjal, to'polon, so'kishlar. Bu nima desa, katta bir tomoshaxona, sirk. Odamlar nahotki ko'rolmayapti bu sirkligini. Va bu narsalari hammasidagi asosiy muammo o'zimiz-ku. Meni nafsim,
meni xohishim, meni mansabparastligim, amalparastligim, meni qo'rqoqligim. Like qo'yishga qo'rqamanku, qo'lim qaltirab ketadi. Birov agar darhaqiqat adolat mavzularini ko'targan bo'lsa, bir yaxshi mavzularda ko'tarilyapti. Ming afsuski 99% boyagi go'shtlari, qovurilgan go'shtlar, keyin shashliklar, somsalar bilan mashg'ul 99%. Bu YouTube boshqa joylarida. O'sha 1%ni kichkina bir qismi boyagi siyosat, bir qismi din, bir qismi yana boshqa narsa. O'shani ichida ham, shular ichida ham bu odamlarni qilayotgan ishlariga qarasangiz yoqangizni ushlaysiz. Bittasi kibr qiladi, ko'pchilik shunaqa, ko'pchiligimiz shunaqa. Darhaqiqat orada bitta ikkita odam chiqib qolsa, haq aytgan, keyin unga ikkinchi variant hasad qilinadi. Bo'ldi. Embrionlik chog'ida har bir yaxshi narsani o'ldirishi eng zo'r usuli mana shu.